eshityapsizmi? Ba'zan kulaman, lekin ichimda urush. Ba'zan yaxshiman deyman, lekin yuragim charchagan. Lekin bitta gapni unutma, man hali taslim bo'lmadim. Har tong uyg'onaman, yana orzular ortidan. Qo'llarim charchaydi, lekin umidim hech qachon emas. Ba'zan yutqazaman, ba'zan yiqilaman, lekin har safar yana oyoqqa turaman. Dada, bilaman, siz mendan ko'p narsa kutgansizman. Esa hali hammasini bera olmadim. Shu o'ylasam yuragim og'riydi. Lekin ishoning menga, bu oxir emas, bu faqat boshlanish. Ishoning menga, bu oxir emas, bu faqat boshlanish. Hammasi zo'r bo'ladi, hali men yutaman, hali siz men bilan faxrlanasiz. Ko'z yoshlaringiz bu safar gamdan emas, faxrdan oqadi. Dada, faqat menga ishoning. Ko'pchilik kuldi, bo'lmaydi dedi, ko'pchilik ketdi, yonimni tark etdi. Lekin sizning duoyingiz hali ham yelkamda. Shu duo bilan har kuni kurashyapman. Pul topiladi, nom topiladi, lekin ota ishonchi, uni yo'qotishdan qo'rqaman. Shuning uchun har kuni yana harakat, yana mehnat, yana sabr. Bir kun uyga qaytaman, qo'llarim bo'sh emas. Orzularim bilan, natijalarim bilan va sizga aytaman. Dada, biz uddaladik. Bugun oddiy o'g'lingizman, ertaga siz faxrlanadigan inson bo'laman. Siz menga bergan tarbiya bekorga ketmaydi. Men yiqilsam ham nomingizni yiqitmayman. Qancha og'ir bo'lmasin, oxirigacha boraman. Chunki men faqat o'zim uchun emas, sizning duolaringiz uchun ham yashayapman. Hali hammasi yaxshi bo'ladi. Iltimos, mendan umidingizni uzmang. Men hali siz orzu qilgan inson bo'laman. Bir kun siz boshqalarga qarab emas, menga qarab, bu men o'g'lim deb faxr bilan aytasiz. O'sha kun uchun men bugun kurashyapman.